bugungi kunda nimaga unaqa nerv kasalliklari ko'payib ketdi? Ko'p odamlar bosh og'rig'iga ham ahamiyat bermaydi. Boshim og'ridi, obezboливающий ichishim kerak, og'riq qoldiradigan dori ichishim kerak deydi. Keyin nima ko'ramiz? Qon bosimi ko'tarilgan bo'ladi. Balkim yoshlarda mana insult bo'ladi. Coviddan keyin ham kuchayib ketdi bu holat. Periferik asab tizimiga katta asoratini qoldirdi. Ahamiyat berdingizmi shu? Qaysi yoshlardami yo katta qarilardami? Kimda ko'proq uchrayapti? Yoshlarda ko'proq bo'lyapti. Insult ham, periferik asab tizimi kasalliklari ham, mana Parkinson kasalligi oldin juda kam uchrar edi. Qanaqa bu bilan endi kurashish kerak, qanaqa davolash kerakligini sekin-sekin endi bilyapmiz. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun biz juda ham muhim mavzuni muhokama qilamiz. Bu nerv sistemasi va uni sog'ligi. Har kuni stress, uyqusizlik, bosh og'riqlari, bel og'riqlari, hatto yoshlar ichida bu ko'payib ketayotganini ko'p eshityapmiz. Shu savollarga javob topish uchun bugun biz bilan tajribali nevropatolog professor Munisa Anvarovna kelganlar biz bilan suhbat qurishga. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizga ham rahmat, Go'xarxon, meni taklif qilganingiz uchun studiyaga. Bugungi suhbatimizda davomiyligida qanaqa savollar tug'ilsa, shularga harakat qilaman javob berishga. Keling, hozir savollarga o'tadigan bo'lsak, odamlar orasida bugungi kunda nimaga unaqa nerv kasalliklari ko'payib ketdi? Bizani institutimiz endi tibbiyot xodimlarining kasbiy rivojlanish markazi, neyroreabilitatsiya kafedrasi endi nevrologik kasalliklar to'g'risida ma'lumotga ega. Shunga qaraganda 95-98% odamlar nevropatologga murojaat qiladi. Bu Coviddan keyin ham kuchayib ketdi bu holat. Chunki Covid ham nevrologik mana bosh miya, orqa miya, periferik asab tizimiga katta asoratini qoldirdi. Biz bu holatni long Covid deymiz. Shu long Covid holati davom etyapti. Biz o'ylayapmiz, ham uchrayapti. hozirgi kunda uchrayapti, chunki mana Covid hech qayerga ketmadi. Biz endi uni ham naqasida yo'q, planlarida yo'q Covidni. Bizani 90%, 100% kasal qilib ketish. U sekin-sekin qanaqadir organ sistemalarga ta'sir qilib yotibdi. O'shaning uchun mana MKB-10 ga ham long Covid degan diagnoz kiritildi. Shu bo'yicha eng ko'p foiz nevrologik asoratlari Covid tomonidan. Chunki Covidni biz endi trombovaskulit deymiz. Trombovaskulit kichkina mayda tromblar hosil bo'ladi. Ular asab tizimiga ta'sir qilib, qon tomirlarga ham, periferik nerv tizimiga ham, bosh miyaga ham, orqa miyaga ham shu long Covid asoratini olib kelyapti. Shu hammasi nevrologik kasalliklar. Munisa Anvarovna, mana hozir aytyapsiz, long Covid ko'p uchrayapti. Ahamiyat berdingizmi shu? Qaysi yoshlardami yo katta qarilardami? Kimda ko'proq uchrayapti? Rahmat mana savolingiz uchun. Amaliyotimizda mana peshindan keyin endi xususiy klinikada ham ishlayman. Kuniga endi 10 ta, 12 ta bemor murojaat qilsa, ulardan qarilar ham uchraydi, katta yoshli odamlar, lekin yoshlarda ko'proq bo'lyapti. Nimaga bu narsa uchrayotganini endi olimlar hozir butun dunyo bo'yicha shunga savol berishyapti, o'zligiga ham ishlashyapti bu masala to'g'risida, lekin ko'p kasalliklar yosharib ketyapti. O'shaning uchun insult ham, periferik asab tizimi kasalliklari ham, mana Parkinson kasalligi oldin juda kam uchrar edi, 1%. Hozir Parkinson kasalligi ko'payib ketdi. Yoshlarda Giyen bari kasalligi, hamma endi shu masalalarni izlanish olib borib, mana ilmiy yo'nalishlar ketyapti, yangi yo'nalishlar, qanaqa bu bilan endi kurashish kerak, qanaqa davolash kerakligini sekin-sekin endi bilyapmiz. Bilasizmi Munisa Anvarovna, hozirgi kunda men atrofimda ko'p yoshlar ishlaydi, yosh ayollar, yigitlar, hammasini ko'pincha shikoyati bel og'rig'iga, mana shu nima deydi, воротниковый zonadagi og'riqlarga, ko'p vaqt o'tira olmaslikka, sport bilan ham shug'ullanishga qiynalishayotganiga. Nimaga mana shunaqa bo'lyapti? Oldinlari bu shikoyat menimcha kamroq bo'lgan.
yoshlar ichida? Yoshlar ichida Gavharxon bunaqa holatlar kam bo'lardi, kam uchrardi. Chunki u payt endi hozir biza gadjetlar deymiz, kompyuter deymiz. Bu bizani endi hech qayerga ketolmaymiz. Bu hayotimizni kerakli qanaqadir instrument yoki kerakli narsasi bo'ldi. Уже biz busiz yasholmaymiz. Chunki tezroq harakat qilish kerak. Oldin qanchadir oy kerak bo'lishi kerak edi отчет qilishga. Endi hozir 1 minutda olib mana shu kompyuter orqali ishlaymiz. Kompyuter oldida o'tirish kerak. Kompyuter yoshlar hozir tushuntirsa ham endi shu sog'lom turmush tarzini olib boringlar desa, vaqtim yo'q, qizg'anadi. 5 minutini, 10 minutini qizg'anadi turib fizkultura qilishga. O'shaning uchun menimcha shu bel og'rig'i, yelka, bo'yin sohasidagi og'riqlar ko'payib ketdi. Mana nerv sistemasida problemalar, kasallik boshlaganini oddiy odam qanaqa qilib sezishi mumkin, qanaqa qilib bilishi mumkin? Bu ham juda to'g'ri savol, Gavharxon, rahmat. Chunki men anchadan beri shuni gapirmoqchi edim. Ko'p odamlar bosh og'rig'iga ham ahamiyat bermaydi. Boshim og'ridi, обезболивающий ichishim kerak, og'riq qoldiradigan dori ichishim kerak deydi. Og'riq qoldiradigan dorilar retseptsiz beriladi. Kiradi, oladi, aspirin, analgin, har xil dorilarni ichadi. Keyin nima ko'ramiz? Qon bosimi ko'tarilgan bo'ladi. Balkim yoshlarda mana insult bo'ladi. Yosh odamlar qon kasalligi bo'lishi mumkin, gemoglobin tushib ketgani bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'iga oddiy bosh og'rig'iga 2000 ta sabab bo'ladi. Shu 2000 ta sababni bilish uchun oddiy bir mana VOP vrach deymizmi, poliklinikadagi oddiy yosh doktorga murojaat qilsa, analiz olib, kardiogramma, davleniya, qon bosimini o'lchasi ancha muammolar уже yechimini topadi. Bel og'rig'iga kelgan bo'lsak, bel og'rig'i ham oldin bu xronический radikulit bo'lib ketaverardi. Hozir mana kompyuterlar bor, hozir tekshiruv usullari qanaqasini xohlasanglar mana O'zbekistonimizda bor. Odamlar borib, mana voydod, menda grija bor ekan deydi, muammo bo'lib, stressga tushib, qatga boring, qatga yuguring, operatsiya qilaymi deb yugurib yuradi. O'shaning uchun men tavsiya qilardimki, beli ham og'risa, bo'yni ham og'risa, qanaqadir buni shikoyatlari bir kundan ortiq davom etsa, albatta vrachga murojaat qilsa, vrach kerakli tekshiruv beradi, kerakli mutaxassisga mana направление berib, bu muammoni yechimini topadi. Siz aytmoqchisizki, har bir diagnozni qo'yganda o'zi davo qilmasdan birinchi bo'lib, agar yana ham bu qaytarilaversa, bu holat обязательно vrachga uchrab, o'sha narsani diagnoz qilish kerak. Потому что agar buni shundoq qoldirib qo'ysak, sabablarini bilmasak, og'irroq kasallikka o'tish. Albatta. Bosh og'risa ham vrachga borishga iloji bo'lmasa, kech payt bo'lsa, har bitta oilada tonometr bo'lishi kerak. Bosh og'ridimi, birinchi navbatda qon bosimini o'lchash kerak. Qon bosimini o'lchab, keyin endi bir kun, 1 soat обезболивающий kerak bo'lsa, davleniya, qon bosimi oshmagan bo'lsa, ichib tursa, ertasi kuni albatta vrachga borish kerak. Mana asablarni sog'lom saqlash uchun, asab kasalligidan o'zini nima deydi, oldini olish uchun qanaqa nimalarga rioya qilish kerak? Asab kasalliklar bu shunaqa katta diapazonda bo'ladigan kasalliklar. Masalan, asab tizimi endi именно asabiylashish, jahldorlik desak, biza albatta endi sog'lom turmush tarziga ahamiyat berishimiz kerak. Sog'lom ovqatlanish, jismoniy tarbiya, harakat qilish kerak. Mana muomalada, chunki hozir hamma katta shaharlarda 70-80% odamlar stress holatida bo'lishadi, yashaydi. O'shaning uchun sal o'zini qanaqadir ichidagi jahldorligini kamaytirib, hayotga qanaqadir yengilroq qarashi
tavsiya qilardim, chunki mana endi hech kim bilmaydi nima bo'lishini. Bir soatdan keyin, yarim soatdan keyin yaxshilik bo'lsa, lekin odam mana shu jahl ustida qanaqadir boshqa odamga yetsa, u boshqa odamni ichidagi narsalari ham hammasi Bu balkim saratonli u radio bo'lib tarqab ketadi. balkim u odamda qanaqadir surunkali muammolari bor, kriz bo'lishi mumkin. Balkim o'sha odam shu qanaqadir kichkina vaziyatdan keyin yoki infarkt bo'lib qolishi mumkin. Keyin bu narsalar kuchayib ketaveradi. O'shaning uchun ozgina odam o'zini qanaqadir o'ylasa, shu katta odam, katta yoshli odam bo'lsa, bu odam mani onam bo'lishi mumkin yoki otam bo'lishi mumkin. Agarda kichkina bo'lsa, shu bolam bo'lishi mumkin deb qanaqadir Kontrol endi qilishi o'zini. filosofskiy qarasa shu Ha. masalaga, menimcha o'zini ham asabi tinchroq bo'ladi. Lekin nevrologiyada faqat asab, endi asab kasalliklari deganimizda faqat bu asabiylashish emas. Bu ko'p kasal. Mana insultlar ham nevrologiya, Parkinson kasalligi ham nevrologiya, bel sohasidagi og'riqlar, grijjalar, bu ham nevrologiya. Keyin parezlar hozir ko'p uchrayapti. Mana shu nerv tolalari, periferik nervlarimiz zararlanyapti. Ayniqsa Coviddan keyin ko'payib ketyapti. Shular ham nevrologik muammo. Bu juda ham keng masala. Endi bularda kamroq endi shamollash deyolmaymiz, shamollashdan qochib keta olmaymiz. Lekin mana shu profilaktika, askorbinovый kislota, qanaqadir vitamin D, kompleksniy antioksidantlar. Endi antioksidantlar nima degan narsalar? Bu organizmimizda hosil bo'ladi stress tufayli, mana shu ekologiya yomonligida, ko'p shamollagan odamlarda biza organizmimizda shunaqa moddalar, endi soddaroq aytganda shunaqa moddalar paydo bo'ladiki, ular yanada bizani ahvolimizni og'irlashtiradi. O'shaning uchun hozirgi paytda hamma tavsiyalarda bor shu narsaki, antioksidantlar, shu mana shu zararli moddalarga qarshi dorilarni, даже ular dorilar ham deyilmaydi. Ular просто как добавка, boquvchi, yordam beradigan organizmga shamollamasligi, kasal bo'lmasligi yordam beradigan moddalar. Mana shulardan biri glutaridox degan modda bor. Oldin biza faqat o'ylar edik, glutationni faqat kapelnitsasi bor edi. Endi kapelnitsani har kuni o'zing yaxshi sezgin deb kapelnitsa qila olmas edik. Chunki glutation oshqozon ichak tizimida razrushatsiya qiladi. Uni oshqozondagi kislota parchalab tashiydi, inaktivatsiya qiladi. Bu keyin kerakli joyga bora olmas edi. Hozir mana innovatsion o'sha tabletkalari, bitta tabletka olasiz, shimib olasiz, ichida glutation ham bor, ichida askorbinka ham bor, selen ham bor. Bu yordam beradi odamga shamollamasligiga, ham qanaqadir stressdan ham saqlaydi, chunki bu narsalar asab tizimini ham saqlaydi. Shularni ham iste'mol qilishi mumkin. Bu profilaktik moddalarga kiradi. Buni har bir odam o'zini himoya qilaman desa, albatta mana shu ayniqsa bu sezon, bitta sezon ikkinchi sezonga o'tayotganida, mana yoz kuzga o'tyapti, kuz qishga o'tayotgan paytida iste'mol qilsa bo'ladi. Bir oy bitta tabletkadan shimsa, ertalab mana juda ham manaqasi yaxshi bo'ladi odamlar uchun, profilaktika uchun shu glutaridox рассасывающий tabletkalari. Rahmat tavsiyangiz uchun. Bilasizmi, Munisa Anvarni, bizani O'zbekistonda yoki shu SNG davlatlarida odamlar o'zi preparatni sotib olib, o'zi ichishi yaxshi ko'rishadi. Mashina boshqa tarafi bormi? Shifokori tavsiyasiz, nazoratsiz qabul qilganda. Albatta G'ofarxon, lekin faqat O'zbekistonda, SNG davlatlarida emas. Mana Amerikada NPVS toksichность deymiz. NPVS toksichность degani bu обезболивающий dorilarni ichganida oshqozonda yara hosil bo'ladi. Yara hosil bo'ladi. NPVS toksichностьdan Amerikada 3-o'rin oladi o'lim statistikasi. Chunki qolgan dorilar retsept bo'yicha beriladi Amerikada. Обезболивающий dorilar oddiy supermarketda sotiladi. O'shaning uchun bosh og'ridimi, bel og'ridimi, oyoq og'ridimi,
doktorga yetib borish qiyin. Vrach tekshiruvi Amerikada juda qimmat. O'shaning uchun bular o'zligi olib, o'zligi обезболивающий ichib, mana shunaqa holatga olib kelishgan. Har bir dorini zo'r xususiyatlari ham bor. O'shaning uchun dori sifatida ham olib kelinadi, ishlatiladi, lekin har bir dorini o'zini nojo'ya xususiyatlari bor. Ularni faqat vrach biladi. Qaysi bir odamga nima mumkin, qaysi bir kombinatsiya kerak, qaysi bir protokolda qaysi bir dorini ishlatishimiz kerak, qaysi bir dori kerak emas. Shuning uchun dori vositalarini bizni shifokor nazoratida albatta ishlatishimiz kerak. Da to'g'ri, men sizga qo'shilishaman fikringizga. No, bir xillida har doim ham iloji yo'q. Vrach nazoratida bo'lish, vrachga yetib borish. Shu holatlarda mana bordir mana shunaqa preparatlarning guruhi. Bemor o'zi olib, o'zi qanaqa yordamchi preparatlarni qo'llash mumkin bo'ladi? Tushundim, G'ohar nima demoqchi bo'layotganingizni. Mana ko'pincha bel og'ruvlar, bo'yin sohasidagi og'ruvlar, qanaqadir mushaklarda og'ruv paydo bo'lishi mumkin odamlarda. Endi dori ichish xavfliroq. Chunki hammasi endi nojo'ya ta'sirlari bo'ladi, lekin mays, krem, gellarni ishlatishimiz mumkin. Mendan ko'pincha so'rashadi, qaysi biri yaxshi? Men aytaman, hamma dori yaxshi, lekin bu dorilar o'zini adresini bilish kerak. Masalan, bir xil odamlar keladi, "Voy, men oldim, mana shu kremni rosa surdim, menga yordam bermadi." Boshqasi aytadiki, "Mana shuni surdim, yordam bermadi." O'sha nimaga men aytyapman, adresi bo'lish kerak. Mana masalan, Smart Gel bor. Bu Smart Gel o'simliklardan tayyorlangan. Voz bo'yicha ham har doim ular aytishadi. Birinchi bo'lib o'simlik, keyin odam, xalq ham. Statistika bo'yicha Germaniya, endi Germaniya meditsinasi rivojlangan. Ular aytishadi, o'simlik dorilar bo'lsin deb, xalq. Shularni ishlatishadi. Mana Smart Gel o'simliklardan tayyorlangan. Lekin o'simliklar hammasi lekarstvenniy dozirovkada biz deymiz. To есть mana qanaqadir ozgina o'tda razvedение qilib surib qo'yish u boshqa. Bu lekarstvenniy dozirovka degani doriga o'xshab ta'sir qiladi. Surganingizda Smart Gel nimaga menga yoqadi? Mana shu ham mushaklarning spazmini oladi. Chunki bel og'rig'ida, mushaklar og'riganda ko'pincha ildizcha emas, ko'pincha mushaklarning spazmi bo'ladi. Mushaklar tirishib qoladi. O'sha mushaklar tirishganida qon tomirlar yaxshi ishlamaydi, qon aylanish buziladi o'sha mushakda. Smart Gelning shu xususiyati borki, mushaklardan spazmni oladi. Spazm ketgandan keyin og'riq ham kamayadi. Qon aylanish yaxshilanadi o'sha joyda. Ham ildizchani shamollash ketadi. Kompleksni ta'sir beradi. Agarda bo'g'imlarda og'riq bo'lsa, bo'g'imlarga ham o'tadi, chunki provodniki bor. Provodnik глубокий, chunki to'qima chuqur joylashgan. To'qimaga o'tadi. U ham bor. Boshqasi endi umuman boshqacha krem bor. O'ziga mos ekanda Smart Gel. Smart Gel, innovatsion, aqlli gel. O'zi biladi qaddiga ta'sir qilishi. Bo'g'im ichiga ham yetib boradi. Ko'pincha chunki bemorlar aytadi, "Voy, gel ko'p, bu tashqaridan suriladi, qanaqa qilib ichga yetib boradi, qanaqa qilib ta'sir ko'rsatadi." Buni imенно komponentlari o'zida переносчиклari bor deyapsiz dedi. Переносчиклari bor, ham o'zi bilib har bitta moddasi o'ta bitta modda emas. Har bitta moddasi kerakli joyiga ta'sir qiladi. Bittasi og'ruvni qoldiradi, bittasi o'sha mushaklarning spazmini oladi, bittasi qon aylanishini yaxshilab beradi. Shuning uchun kompleksni ta'sir qilib har tomonlama обезболивающий og'ruv qoldiradigan effekti seziladi. Ham bitta moddasi bor, u venalarni tonusini yaxshilab beradi. Shu hisobiga atoklar ham ketadi. Odamlar mana charchab, shishlar, kechqurun kelasiz, 37-razmeringiz 39 bo'ladi, chunki kun bo'yi oyoqda yuradi hozirgi odamlar. Shuning uchun mana men masalan
o'zimni endi икроножный mышца deymiz. Boldir mushagiga shu mushagiga yaxshilab surib olaman, yechinib ozgina choyga borgunimcha уже ozgina shishla ketib, oyoqlarim yengil bo'lib, o'zimni yaxshi his qilishni boshlayman. O'zimda ham ishlataman. Yana bitta kremimiz bor. Bu Cariflex krem. Cariflex krem u absolyutno boshqa xususiyatga ega. O'shanga aytamanki, har bitta krem bo'lsa ham, tashqi ishlatadigan dori bo'lsa ham, u adresini bilish kerak. Mana buni ko'proq biz ishlatamiz mana bo'g'imlarga и umurtqa pog'onasini o'ziga suramiz. Nima uchun? Chunki u ham juda ham chuqur to'qimalarga o'tadi. Chuqur to'qimalarga o'tganidan keyin u modda almashishni yaxshilab beradi. U kerakli yetmayotgan moddalarni hosil qilishiga yanada yordam beradi. O'shaning uchun bu grijjalarda yaxshi bo'ladi. Faqat uni ham to'g'ri ishlatish kerak. 5 minut, 10 minutdan ozgina singitib surish kerak. Kuniga 2-3 marta. Davomiyligi uzoqroq, u bir kunda bo'ladigan narsa emas. O'zingiz bilasiz, endi modda almashishi yaxshilash kerak. Bu 1 oy, 1,5 oy ichida ishlatiladi bu krem. O'shanda qanaqadir biza effektini ko'ramiz. Bo'g'imlarga ham surish mumkin. Mana artroz deymiz. Bu уже yosh tufayli bo'lgan o'zgarishlar. Lekin modda almashishini yaxshilashimiz kerak. Dori ichsangiz shu moddalarni o'sha yerga yetib borish uchun, bo'g'imga yetib borish uchun ancha vaqt o'tishi kerak. Bu yerda provodnik hisobiga chuqur to'qimalarga o'tib, modda almashishni yaxshilaydi. Og'riqlar kamayadi. Bo'g'im bemor harakatini уже chegaralanmaydi bemorda. Harakati erkinroq bo'ladi. Shuni ham biz o'zimiz ishlatishimiz mumkin. Lekin vrachga borsa, vrach balkim fizioterapiya orqali, balkim qanaqadir boshqa usullar bilan, muolajalar bilan birgalikda qilsa, unda ham effekti kuchliroq bo'ladi. Rahmat, shunchalik bizga mashina tushuntirib beryapsiz. Men o'ylayman, bizning tomoshabinlarga ham bu manfaatli bo'ladi. Chunki hozirgi kunda hammada bel og'rig'i, oyoq og'rig'i hammani shu bezovta qiladi. Preparatni qanaqa qilib ta'sir qilayotganini tushunib biz ishlatsak, undan ham men o'ylayman ta'sir kuchliroq bo'ladi. Chunki bizning miya ham bizga yordam beradi. Albatta. Ham mana shu o'zini joyini, endi точка приложения deymiz, o'zini adresini deymizmi, topsa dori. Albatta ta'siri ham bo'ladi shuni. Hozir aytdingiz, Covidda ko'p asoratlar ko'rinyapti, ayniqsa yoshlarda. Bu ko'proq qanaqa проявление bo'lyapti? Qaysi kasallik bilan ko'rinishda bo'lyapti va qanaqa davo olib beryapsizlar bunga? Hozir mana o'sha long covid dedim. Guillain-Barré ham bor, lekin juda ham ko'p polineyropatiya degan kasallik bor bizda. Mononeyropatiya. Mononeyropatiya degani bitta nerv tolasi zararlangan. Polineyropatiya bir nechta nerv tolasi. Lekin mana mononeyropatiyaga kelganimizda ko'plarda yoki malobertsovый nerv deymiz biz. Mononeyropatiya malobertsovый nervi bo'lyapti. Лучевой nerv qo'lida kelyapti yoshlar. Mana shamolladim, 1-2 kun isitma ham bo'lmadi, tomog'im og'rib turdi. 3-4 kundan keyin oyog'i ishlamay qoldi. Bu bemor uchun vahimali narsa. Qayerdan paydo bo'ldi, nimaga bo'ldi? Ko'plar endi qidirib, voy bel og'rig'idir, grijjadir, boshqa narsadir. To'g'ri, u ham sabab bo'lishi mumkin. Bu 1-2 kunda shamollashdan keyin qolmaydi. Lekin Covid bu yomon narsa. Nima uchun? Chunki nerv tolasida защита bor bizda, miyelin tolasi, miyelin оболочкасы. O'sha miyelin оболочкасini yemirib yuboradi. Nerv tolani o'zini ham yemiradi. Shundan keyin nevropatiya
hosil bo'ladi. Xuddi Nevropatiya Grijan belgilarini beryapti-da, получается. shunaqa belgilarni beradi. O'shaning uchun ko'pchilik differensialniy Grijda diagnostika tugilishi bir-birini dan solishtirish ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun nevrologga tezda borish kerak, chunki mana grija bo'lsa, parez bo'lsa, bu ham ekstrenniy holat. Davosi umuman boshqacha. Agarda mononevropatiya bo'lsa, uni davolashi boshqa. O'shaning uchun vrachga murojaat qilsa, vrach, nevrolog, именно nevrolog buni differensialniy diagnostika qilib to'g'ri davolashni boshlaydi. Hozirgi kunda mana oldin biz qiynalardik. Qiyin masalasi nimada bo'lar edi? Chunki katta doza vitamin B12 miyelинni восстановление qilar edi. Katta doza vitamin B12 ba'zi bir odamlarga mumkin, ba'zi bir odamlarga mumkin emas. Miyelin o'zi восстановление bo'lish uchun ancha vaqt o'tishi kerak. Bir xil payt 2, 3, 4 oy kerak. Nerv tolasi восстановление o'zingiz tasavvur qiling, bu просто оболочкasi 3-4 oy bo'lsa, nerv tolasi qancha восстановление bo'ladi. Hozirgi kunda men har doim aytaman, mana bu sirmas, mana shu paydo bo'lgan dorilar keti uzilmasin deb. Bir keti uzilib qolsa, qiynalib nima bilan davolaymiz deb men o'sha vohmaga o'zim tushaman. Chunki bu narsalar shunaqa narsa o'zidan o'zi o'tib ketmaydi. Davolash juda qiyin. Kompleks terapiya kerak. Bu hozir aytayotgan dorim albatta bo'lishi kerak. Bu dori hozir hayrondirsiz, nima dori, qanaqa dori to'g'risida gapiradi deb. Bu Mavix. Mavix ko'p joyda ishlatiladi, insultlarda ham, mana Parkinson kasalligida ham ishlatamiz, lekin men uchun bu mana mononevropatiyalarda, polinevropatiyalarda buni zaminasi yo'q dori. Chunki bu ham nerv tolasini tiklanishiga yordam beradi, ham miyelin tolasini, miyelin оболочкасini tiklashga yordam beradi. Shuning uchun shu Mavix, lekin 2-3 vazifani, qon aylanishi ham yaxshilaydi o'sha nerv tolasini atrofida. Shuning uchun lekin bir narsa bor, bu dorini ko'proq vaqt, mana 20 kun, 25 kun, bir oygacha ishlatishimiz kerak. Shunchalik bu zo'r narsa, chunki biz student bo'lganimizda bizga har doim aytishardi, nerv shikastlansa, u восстановлению не подлежит deyishardi. Bu men o'ylayman juda ham revolyutsion preparat bo'lyapti. Ras nerv tolasini shu qancha vaqt bo'lsa ham, tiklab berayotgan bo'lsa. Gapingiz to'g'ri. Bu men o'ylar edim, nima ekan, birinchi kelganida shu bizani kafedramizga endi post marketingoviy deydi. Biz endi hammaga ham ishonmaymiz. Biz o'zimiz tekshirib ko'rishimiz kerak, nima, qanaqa ta'sir qiladi bu dori. O'shanda o'ylar edik, nima ekan bu faqat teoriyada biz bilar edik, tем более bu qayerdan kelgan narsa deb hech tushunmas edik. Lekin keyin chuqur buni tekshiruvlar qildik, bemorlarimizda sinadik, ham keyinchalik mana nauka degan ilmiy izlanishlar bo'ldi. Hammasida nerv tolani o'zini moddasi. Bu o'zini moddasi, lekin bu modda tarkibi, preparat tarkibidagi modda nerv tolani moddasi. Bu o'sha nerv tolasiga yetib boradi. Kasallik rivojlanganida bu modda kamayib ketadi. Kamaygani hisobiga nerv tolasi yaxshi ishlamaydi, o'zini faoliyatini bajarmaydi. Shu biz inyeksiya qilganimizdan keyin shu nerv tolasiga boradi. Nerv tolasi, chunki nerv tola uchun bu o'zini narsasi. Shuni qabul qiladi, sekin-sekin bu nerv rivojlanishi
o'zi tabiiy rivojlanishni boshlaydi, tabiiy tiklanishni boshlaydi, o'zini tiklashni boshlaydi. Shuning uchun bu men o'ylaymanki, endi har doim mana shu so'z innovatsiya degan narsa, innovatsiya Mavic shu innovatsiya. Ayniqsa men aytyapman, mana shu periferik asab tizimini shikastlanganida bu birinchi o'rinda turadi. Men sizlarga bitta endi agarda vaqtimiz bo'lsa aytib beraman. Bitta qizcha Tojikistondan keldi. 10 yoshli, shunaqa chiroyli qizcha, tojiklar o'zi chiroyli bo'ladi, ko'zlari katta qoshlari. Shu qizchani menga olib kelishdi tetraparez bilan, to есть Guillain-Barrédan keyin qo'l oyog'i ishlamay qolgan. Даже parez emas, plegiya degan harakat 0, bir ozgina 10 yoshli qizcha. Endi bu qizchani bizani bazamiz kattalarni bolnitsasida joylashgan. Chet el fuqarosi bo'lgani uchun biz davlat bolnitsasiga ilojisi yo'q edi bularni yotqizishga. Biz xususiy klinikaga, mana M klinikka yotqizdik. O'zingiz ishlaydigan. O'sha yerda 20 kun mana shu qizcha yotdi. 20 kun yotgandan keyin plegiya parezga aylandi. 20 kun shu qizcha Mavic oldi. 20 kun Mavic'ning yaxshi tarafi bor, u bolalarga ham qilinishi mumkin. Qildik, yana kompleks terapiya oldi, antioksidantlar, glutation, mana glutadinlar oldi, provodimosти, harakatni kuchaytiradigan dorilar oldi. Keyin bu qizchani endi olib ketishdi uyga tavsiyalari bilan. 2 oydan keyin, bu yozda edi, iyulda, bultur o'tgan yili 24-yil oktyabrda olib kelishdi. Oktyabrda olib kelishganda meni o'zimning ilojim yo'q edi, chunki men konferensiyaga ketdim. Qizim nazoratida bo'ldi, menga yozib turuvdi, nima qilay oyijon, nima qilay, повторно Mavic qilasan 20 kun dedim. Qilishdi 20 kun yana Mavic. Qizcha yana ketdi uyiga. Ketgandan keyin tavsiyalar bilan уже ancha yaxshi bo'lib qolibdi, tiklanibdi deb qizim aytdi menga. Yanvarda qizchani olib kelishdi. Men priyomda o'tiribman, endi tanimadim. Anaqa o'zi yurib keldi, chunki biz lejachi katalkada olib kelish uchun qizcha yurib keldi. Men o'zim hayajonlanganimdan hech narsa deya olmadim. Esladingizmi deyishdi. Men aytdimki, ko'zi, o'sha katta ko'zi, qoshlari, adasi, oyisi xursand. Men aytdimki, qanaqa pampers, nima bo'ldi, bu nima bo'ldi deb hammasini gapirib berishdi. Yaxshi. Bitta narsa, mana глубокий чувствительность ozgina aylanganida sal o'zini muvozanatini tuta olmadi, lekin men aytdimki, bu ham tiklanadi. Mana shu dorilarni yana qilasiz. 10 kunga berdik Mavic'ni 3-martaga. Men aytdimki, endi mana shu глубокий чувствительность восстановление bo'ldi. O'zim hayajonlanganimdan o'zim bilmayman nima qilishni, quchoqlab yotaman o'sha qizchani. Keyin o'sha qizim aytibdi, "Oyijon, videoga olmadingizmi?" dedi. Birinchi kun kelganda oluvdik. Men aytdimki, "Men videoga esim keladimi? Men buni o'zi yurib kelganiga mo'jiza" deb xursand bo'lib ketganim. Mana shunaqa holatlarni biz ko'rganimizda yurolmaydigan, umuman yurolmaydigan qizcha. O'shaning uchun biz ular ham xursand. Endi vrachlarimiz ham juda yaxshi qaradi M klinikada, ahamiyat bilan hammasi, endi hammasini sertifikati bor, hammasini o'zini kategoriyasi bor. Endi ular ham qarashdi. Men o'ylaymanki, mana shu yangi dorilar ham paydo bo'lgani, bizning imkoniyatlarimiz kengaygani ham bu juda katta yutug'imiz. Shunaqa voqealarni, shunaqa klinicheskiy случайlarni eshitganingizdan keyin odamni nimasi ko'payaveradi, ishonchi hozirgi meditsinaga, hozirgi innovatsiyalarga, bizani vrachlarga, chunki bular o'zligini ishligini o'sha Gippokrat klatvasini aytgandek oxirigacha mana bajarib, shunaqa kasallarni oyoqqa turishganini eshitganingizdan keyin faxrlanasiz o'zizdan O'zbekiston olim vrachlarni ishidan. Sizlarga ham rahmat. Munisa Anvarni, endi men sizga
bir oz qisqacha savollar beraman. Siz faqat to'g'ri yoki noto'g'ri deb javob bersangiz xolos. Harakat qilaman. Domlalarga juda qiyin to'g'ri noto'g'ri deyishga. O'shaning uchun harakat qilaman. Shunaqa tushuncha bor, asab kasalligi faqat qarilarda uchraydi. Shu to'g'rimi? Noto'g'ri. Stress faqat kayfiyatga ta'sir qiladi, asablarga emas. Bu to'g'rimi? Noto'g'ri. Nerv sistema kasalliklari faqat genetikadan kelib chiqadi. Bu ham to'g'rimi? Noto'g'ri. Endi shu 3 ta savolimga to'liq ma'lumot bersangiz. Albatta. Stressga kelsak, stress bizada xavotir tug'diradi. Xavotir tug'dirilgandan keyin biz aytamiz panическая атака yoki generalizованное тревожное расстройство hosil bo'ladi. Bu holatlar 10 baravariga depressiya holatini kuchaytirib yuboradi. Ham stress immunitetni tushirib yuboradi. Bir kun stress bo'lgan odam immuniteti 70-80% ga tushib ketadi. Immuniteti tushgandan keyin nafaqat asab kasalliklari, boshqa kasalliklar ham tezroq rivojlanadi shu odamda. Bu birinchi savolingizga javob. Qarilarda uchraydi asab kasalliklari? Albatta yo'q. Mana yoshlarda ham ko'rib turibmiz. Oldin mana domlam Namimadjich bizaga bir kuni klin ordinaturada bo'lganimizda, u 90-yillarda aytganlarki, tez kelinglar hammanglar, insult yosh odamda ko'ringlar, buni qachon ko'rasizlar hali yosh odamda? Biza kelsak, shu yosh odam 60 yoshda edi. O'sha paytda Insult yoshda 90-yilda 60 yoshli odamda insult bemorda uchraganda Namimadjich bizani hammamizni tez yig'ib 60 ta odam bo'lardik. Klin ordinaturada yugurib borib ko'rsak 60 yoshli inson. Hozir mana ba'zamizda birinchi gorbolnitsada 30 yoshda, 28 yoshda yosharib ketgan. Insultga kelsak, bu yoqda yana boshqa kasalliklar ham bor. Mana bel og'rig'i, grizhalar bor, nevropatiyalar bor. Shular hammasi yoshlarda ham uchraydi. Uchinchi savolga kelsak, mana genetika u ko'p narsaga ega. Mana bizada limfositlar bor. Limfositlarning ustida bizani programmamiz turadi. Mana kompyuterda qanaqa programma bo'lsa, bizani programmamiz bor. Qaysi odam qanaqa kasallikka qanaqa javob beradi? Masalan, eng oddiysi determinatsiya degani virus, допустим, gepatit B ga, gepatit B har xil techeniyasi bor. Bu sekin-sekin mana rivojlanib yuradigani bor. Tez molniyenosni bo'lib o'limga olib keladigan holati bor yoki tez tuzalib ketadigan holati. Agarda shuni hammasi programmada bor. Agarda virus gepatiti ichiga kirmasa, bu odam hech qanaqa reaksiya ham bo'lmaydi. Mana kasallik ham xuddi shunaqa. Agarda genotipda moyillik bor, lekin bu virus bilan yoki bu holat bilan organizm uchramasa, bu kasallik, bu holat uchramaydi. Bunaqasi ham bo'lishi mumkin. Lekin ko'p kasalliklar ular genetikaga asoslanmagan nevrologik kasalliklar. Bular mana virusni bo'lishi mumkin, virus tashqi muhit qanaqadir stresslar bo'lishi mumkin, ekologiya bo'lishi mumkin, noto'g'ri ovqatlanishi mumkin. Qolgan sabablar ham ahamiyatga ega bo'ladi rivojlanishida kasallik. Bu omillar hammasi, ham genetika, ham tashqi omillar o'zini rolini o'ynaydi. Albatta, lekin tashqi omillarni biza korreksiya deymiz. Korreksiya qilib tursak, bularga qarshi qanaqadir biz endi genetikamizga hech qanaqa ish ta'sir qila olmaymiz. Mana genetika bo'ldi, tug'ildik bu bilan. Lekin mana shu yondosh qo'shimcha omillarga biza qanaqadir ahamiyat berib, kurashib shular bilan oldini olib yursak, albatta u kasallik rivojlanmasligi ham mumkin va kamayadi. Munisa Anvarni bugungi maroqli suhbatingiz uchun men minnatdorchilik bildirmoqchi edim, o'zimning nomimdan, bizani tomoshabinlar nomidan. Chunki siz professor, katta markazi xodimi,
Bundan tashqari mana M-klinika etikchi nevropatologi bo'lib ish faoliyatingizni ko'rsatadi. Shunga qaramasdan siz bizani podkastga kelib, o'zingizni fikr mulohazalaringiz bilan bo'lishganingiz uchun, shunaqa yaxshi tavsiyalar berganingiz uchun, o'zingizni praktikangiz bilan bo'lishganingiz uchun minnatdormiz. Kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat, G'o'xarxon. Man juda ham xursandman. Bir tomonda man taklif qilganinglarga nima uchun tushuntirib beraman. Qancha ko'p aholimiz mana shu nevrologik asab kasalliklarini profilaktikasini qanaqa qayerga, kimga murojaat qilib, nima qilish kerakligini vahima qilmasdan borib vrachga murojaat qilishi bilsa, profilaktika ayniqsa mana shu sog'lom turmush tarzini bilsa, bizni qanaqadir o'zimizni hissamizni qo'shsak, man juda ham xursand bo'laman. Chunki qancha ko'p odam bilsa o'zini holatini, shuncha bu holatga kurasha oladi. Sizlarga ham rahmat. Bugun biz juda ham muhim mavzuni muhokama qildik. Asab bu butun organizmimizni kompyuteri. Uni asrash bizni eng katta vazifamiz. Bugungi mehmonimiz shifokor Munisa Anvarovnaning maslahatlarini eslab qoling, yodda tuting va o'zingizda qo'llang. Agar sizga bugungi suhbatimiz yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Izohlarda savollaringizni yozib qoldiring. Keyingi podkastlarimizda sizni savolingizni aynan muhokama qilamiz.